olcha g'arq pishgan paytda siz ham shu shirinlikdan bir marta tayyorlab ko'ring. Bismillah deb ishimizni boshladik. Tuxumni sarig'iga qand to'pasi, ozgina tuz, smetana va margarinni solib birroz aralashtiramiz. Elangan un va razrihli tilla solib yumshoq xamirni 3/1 qismini morozilkaga muzlatishga yuboramiz. Endi navbat nachunkamizga keldi. Danaga olingan olchalarni idishimizga solib, ustidan shakar bilan kraxmalni solamiz. Olchali massamizni tinmay aralashtirib turamiz. Suvlari ketib 1-2 daqiqa davomida tayyor bo'ladi. Xamirimizni ham qolipga joylab, chetlarini chiqarib, morozilkaga 5-10 minutga yuboramiz. Orada shirinligimizni sufleni tayyorlashni boshlaymiz. Tuxum bilan shakarni mikser qilib, ustidan kraxmal va smetanani solamiz. Uni ham 1 daqiqa davomida mikser qilamiz. Mana suflemiz tayyor. Ustidan olchani solib, ustidan sufle, ustidan qotgan xamirimizni tyorka qilib 50 daqiqaga gaz pechiga jo'natamiz. Shirinligimiz ham pishib chiqdi. Ustidan saharning pudralarini sepib, yaxshilab sovugunicha kesmay turamiz. Kesganimizda shunaqa razrezlari chiroyli bo'lib chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga yoqimli ishtaha.